Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz sizning nafaqangiz, ya'ni hayotingizning eng muhim moliyaviy kafolatlaridan biri haqida gaplashamiz. Aksariyat odamlar uchun nafaqa masalasi doimiy xavotir manbai bo'lib kelgan. Hujjatlarni yig'ish, hisob kitoblardagi tushunmovchiliklar, tizimdagi o'zgarishlar doimiy ravishda savollar tug'diradi. Bugun sizga shunday muhim yangilikni aytmoqchimanki, bu har birimizning kelajagimizga bevosita ta'sir qiladi. Bu shunchaki ma'lumot emas, balki zudlik bilan e'tibor qaratishimiz lozim bo'lgan favqulodda xabar. Chunki bu xabar sizning nafaqangiz miqdori, uni olish shartlari va umuman hayotingizning ushbu muhim bosqichiga qanday tayyorgarlik ko'rishingizga bevosita bog'liq. Bu ma'lumotni o'zingiz, oilangiz va yaqinlaringiz uchun diqqat bilan tinglashingiz kerak. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va bu videoni like bosing, chunki bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odam ko'rishi kerak. Bizning maqsadimiz sizni moliyaviy jihatdan himoyalangan va xabardor qilishdir. Muammoning mohiyati. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? O'zbekistonda nafaqa tizimi doimiy ravishda takomillashib, isloh qilinib keladi. Yaqin vaqtgacha nafaqa tayinlash jarayoni murakkab byurokratik yo'nalishga ega edi. Ko'p hollarda inson butun umr ishlagan bo'lsa ham, pensiya yoshiga yetganda barcha hujjatlarni to'plashda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelardi. Ish stajini tasdiqlash uchun ko'pincha eski korxonalarning arxividan ma'lumotnomalar yig'ish kerak bo'lardi. Agar korxona yopilgan bo'lsa, bu jarayon deyarli imkonsizga aylanardi. Mehnat daftarchasidagi har bir yozuvning to'g'riligi, muhrlarning aniqligi va imzolarning haqiqiyligi qat'iy tekshirilardi. Ba'zida hatto birgina xato yoki tushunmovchilik sababli yillar davomida to'plangan ish staji hisobga olinmasdan qolishi mumkin edi. Bu holat ayniqsa qishloq joylarda ishlagan, hujjatlari to'liq bo'lmagan yoki bir necha ish joyini almashtirgan fuqarolar uchun katta bosh og'rig'i edi. Nafaqaga chiqish har doim stress va uzoq kutish bilan bog'liq edi. Ammo hozir vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumatimiz tomonidan qabul qilingan so'nggi qarorlar va yangi qonunlar nafaqa tizimini sezilarli darajada soddalashtirishga qaratilgan. Asosiy o'zgarishlardan biri bu nafaqa tayinlashda inson omilini minimallashtirish va jarayonni raqamlashtirish. Endilikda pensiya jamg'armasi va boshqa tegishli organlar o'rtasida axborot almashinuvi yo'lga qo'yilgan. Bu degani, sizga tegishli bo'lgan ko'plab ma'lumotlar avtomatik ravishda davlat organlari tomonidan o'zaro almashinish orqali tekshiriladi. Eng muhimi, ish stajini hisoblash va tasdiqlashda yondashuv o'zgardiki, bu haqda hozir batafsilroq to'xtalamiz. Bu o'zgarishlar sizning nafaqangizni adolatliroq va osonroq olishingizga imkon beradi. Asosiy qism nima bilishingiz kerak? Kim xavotir olishi kerak va kimga kerak emas? Eng avvalo shuni bilishingiz kerakki, yangi tartibga ko'ra sizning ish stajingizni tasdiqlash uchun endi faqat mehnat daftarchasi emas, balki bir qator boshqa ma'lumotlar ham asos bo'lishi mumkin. Bu xususan mehnat tizimidagi ma'lumotlar, individual hisob varaqalaridagi ma'lumotlar, soliq qo'mitasi ma'lumotlari va hatto bank kartaga tushgan ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar ham hisobga olinishi mumkin. Bu juda muhim o'zgarish. Chunki ilgari mehnat daftarchasida kamchilik bo'lsa, ish stajini tasdiqlash juda qiyin edi. Kim xavotir olishi kerak? 1. Asterisk hujjatlar to'liq bo'lmaganlar yoki ish staji haqida ma'lumotlar noto'g'ri bo'lganlar. Asterisk agar sizning mehnat daftarchangizda bo'sh sahifalar, o'chirib yozishlar, noto'g'ri yozuvlar mavjud bo'lsa yoki ba'zi ish joylaringiz haqida yozuvlar umuman yo'q bo'lsa, siz diqqatli bo'lishingiz kerak. Yangi tizim bu kamchiliklarni bartaraf etishga yordam beradi. Ammo sizning faolligingiz talab etiladi. Sizning ishtirokingizsiz tizim barcha muammolarni avtomatik tarzda hal qila olmaydi. Masalan, sizning ish beruvchingiz o'z vaqtida soliq qo'mitasiga ma'lumotlarni taqdim etmagan bo'lishi mumkin. 2. Rasmiy bo'lmagan tarzda ishlaganlar yoki chet elda mehnat qilganlar. Asterisk agar siz biror muddat rasmiy ravishda ishga joylashmasdan faoliyat yuritgan bo'lsangiz, masalan, dehqonchilik bilan shug'ullangan bo'lsangiz, savdo sohasida ishlagan bo'lsangiz yoki chet elda mehnat faoliyatini olib borgan bo'lsangiz, sizning bu davr uchun ish stajingizni tasdiqlash qiyin bo'lishi mumkin. Ammo hozirda bunday holatlar uchun ma'lum mexanizmlar joriy etilgan. Bu haqda keyinroq batafsilroq gaplashamiz. Uchun asosiy kasaba uyushmasi yoki jamoat tashkilotlarida ishlaganlar. Afsuski ba'zi bir eski tizimdagi jamoat tashkilotlarining hujjatlari arxivlarda saqlanib qolmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda yangi tizim orqali boshqa tasdiqlovchi ma'lumotlarni qidirish kerak bo'ladi. Kimga xavotirlanish shart emas. Asosh
rasmiy mehnat staji to'liq va barcha hujjatlari tartibda bo'lganlar, agar siz doimiy bir ish joyida yoki bir necha ish joyida rasmiy ravishda ishlagan bo'lsangiz, barcha oylik to'lovlar pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida o'tkazilgan bo'lsa va mehnat daftarchangiz benuqson bo'lsa, siz uchun xavotirlanishga sabab yo'q. Mehnat tizimida sizning barcha ma'lumotlaringiz mavjud bo'lishi kerak. Asli allaqachon nafaqada bo'lganlar. Agar siz allaqachon nafaqada bo'lsangiz, yangi o'zgarishlar asosan sizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmaydi. Chunki sizning nafaqangiz avvalgi qonunlar asosida tayinlangan. Ammo istisnolar ham bor. Masalan, nafaqa qayta hisoblash imkoniyatlari. Keling bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Misol 1. Dilfuza opa 28 yoshda. Dilfuza opa Buxoro viloyatining Kogon tumanida yashaydi. U o'zining mehnat faoliyatini 1995 yilda paxtachilik shirkatida hisobchi lavozimida boshlagan. Keyinchalik 1995 yilda shirkat tugatilib, uning o'rniga yangi fermer xo'jaligi tashkil etiladi. Dilfuza opa o'z faoliyatini shu fermer xo'jaligida davom ettirgan, ammo 1995 yildan 2005 yilgacha bo'lgan davrda uning mehnat daftarchasiga hech qanday yozuv kiritilmagan. Chunki o'sha davrda fermer xo'jaligi rahbari hujjat ishlariga beparvo bo'lgan. Dilfuza opa 2005 yildan keyin shahardagi xususiy korxonalarda ishlagan va ularning barchasida rasmiy ro'yxatdan o'tgan. Hozir u nafaqa yoshiga yaqinlashmoqda va 10 yillik stajining yo'qolganligi uni qattiq tashvishga solmoqda. Eski tizimda Dilfuza opaga shu 10 yillik ish stajini tasdiqlash uchun tugatilgan paxtachilik shirkatining arxivini qidirish, sobiq rahbarlarni topish, guvohlarni jalb qilish kabi murakkab yo'llardan o'tish kerak bo'lardi. Bu esa deyarli imkonsiz vazifa edi. Yangi tartibga ko'ra Dilfuza opa o'zining shu davrda olgan ish haqini bank kartasi orqali isbotlashi. Agar naqd pulda olgan bo'lsa, soliq qo'mitasidagi fermer xo'jaligining hisobotlaridagi uning nomiga o'tkazilgan ijtimoiy to'lovlar haqidagi ma'lumotlarni ko'rsatishi mumkin. Hatto agar bunday ma'lumotlar ham topilmasa, u o'z mahalla fuqarolar yig'inining tasdiqlashini va 2 nafar shu davrda u bilan birga ishlagan guvohning ko'rsatmasini taqdim etishi mumkin. Pensiya jamg'armasi ushbu ma'lumotlarni o'rganib chiqib, uning ish stajini tasdiqlash masalasini ijobiy hal etishi ehtimoli ancha yuqori. Bu Dilfuza opa uchun katta yengillikdir. Chunki uning nafaqasi shu 10 yillik stajsiz sezilarli darajada kamroq bo'lishi mumkin edi. Masalan, agar u bu 10 yilni qo'shmasa, uning nafaqasi minimal darajaga tushib qolishi mumkin. Ammo bu staj bilan uning nafaqasi deylik 2,5 million so'mdan 2,5 million so'mgacha oshishi mumkin. Misol 2. Alisher aka 20 yoshda. Alisher aka Farg'ona viloyatidan. U 20 yil davomida davlat tashkilotida rasman ishlagan, barcha to'lovlari o'z vaqtida amalga oshirilgan. Ammo 2010 yilda o'z xohishi bilan ishdan bo'shab tadbirkorlik faoliyatini boshlagan. U bir necha yil davomida yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritgan. Ammo nafaqa jamg'armasiga ixtiyoriy to'lovlarni amalga oshirish muhimligini bilmagan yoki e'tiborsiz qoldirgan. U o'z biznesidan yaxshi daromad olgan bo'lsa-da, bu daromadlarning pensiya uchun hech qanday ahamiyati yo'qligini agar shaxsiy individual hisob varag'iga to'lovlar tushmasa tushunmagan. Hozir u 20 yoshda va nafaqa yoshiga yaqinlashayotganida so'nggi 11 yil ichida pensiya jamg'armasiga hech qanday to'lov qilmaganini tushunib yetdi. Bu esa uning umumiy ish stajini qisqartirib, kelajakdagi nafaqasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Uning davlat korxonasidagi 2000 yillik staji yetarli bo'lsa-da, tadbirkorlik faoliyati davridagi staji hisobga olinmasligi uning nafaqa miqdorini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Agar uning davlat ishidagi o'rtacha maoshi 2,5 million so'm bo'lgan bo'lsa, 20 yillik staj bilan u taxminan iltaqacha 1 million so'm atrofida nafaqa olishi mumkin. Lekin agar u tadbirkorlik davridagi stajni ham qo'sha olsa, bu miqdor 5-3 million so'mga yetishi mumkin edi. Yangi imkoniyatlar Alisher akaga o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish va ixtiyoriy ravishda pensiya jamg'armasiga to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatini beradi. U hattoki oldingi to'lovlar amalga oshirilmagan davrlar uchun ham to'lovlarni amalga oshirib, o'z ish stajini qayta tiklash imkoniyatiga ega. Bu esa uning kelajakdagi nafaqa miqdorini sezilarli darajada oshiradi. Ammo buning uchun u davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishi va zarur to'lovlarni amalga oshirish kerak. Bu jarayon haqida batafsilroq keyingi bo'limlarda aytib o'tamiz. Misol 3 yosh Sardor, 25 yoshda. Sardor yaqinda universitetni tugatib, IT sohasida ish boshladi.
U yosh bo'lishiga qaramay, nafaqa masalasini hozirdan o'ylayapti. Sardorning rasmiy maoshi 3 million so'm, ammo ba'zi korxonalarda afsuski konvertda ish haqi to'lash amaliyoti ham mavjud. Faraz qilaylik, uning hamkasbi Shavkatning ham maoshi xuddi shunday, lekin u faqat 2 million so'mni rasman olib, qolgan 3 million so'mni konvertda oladi. Sardor har oy 5 million so'm maoshidan to'liq miqdorda ijtimoiy soliq va pensiya jamg'armasiga badallarni to'laydi. Shavkat esa faqat 2 million so'm miqdoridagi rasmiy maoshdan badallar to'laydi. Bu farq kelajakda ularning nafaqa miqdorida katta tafovutni keltirib chiqaradi. Aytaylik, o'tgan yillik ish staji bilan Sardorning rasmiy maoshi 3 million so'm bo'lganligi sababli uning nafaqasi hisoblangan maoshning ma'lum foizi, masalan, Ettim Saqir atrofida bo'lib, bu 3,4 million so'mga yetishi mumkin. Shavkatning esa o'zining 2 million so'mlik rasmiy maoshi tufayli nafaqasi taxminan 6 million so'm atrofida bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, xuddi bir xil daromad olsa ham, rasmiy va norasmiy ish haqi o'rtasidagi farq nafaqa miqdorida 2 baravardan ko'proq tafovutni yuzaga keltiradi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, hatto yoshlar ham hozirdan o'z kelajakdagi nafaqasini o'ylashi va rasmiy mehnat munosabatlariga kirishishi kerak. Asosiy qismi 2. Qo'ydagi istisnolar. Tuzoqlar va noaniq nuanslar nafaqa tizimi har doim murakkab bo'lgan va unda ko'plab istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizning moliyaviy barqarorligingiz uchun juda muhimdir. Istisnolar. 1. Imtiyoz nafaqalar. Ba'zi kasb egalari yoki alohida toifadagi fuqarolar uchun imtiyoz nafaqa shartlari mavjud. Masalan, to'qon sanoatida, kimyo sanoatida go'zachigitiga ishlov berishda ishlaganlar, shuningdek ayrim tibbiyot xodimlari, o'qituvchilar va harbiylar uchun nafaqa yoshini qisqartirish yoki stajga qo'shimcha imtiyozlar berish ko'zda tutilgan. Ko'p bolali onalar uchun ham o'ziga xos imtiyozlar bor. Masalan, 5 va undan ortiq farzandni tarbiyalagan ayollarga. Ba'zi shartlar bajarilganda nafaqa yoshi qisqartirilishi mumkin. Bunday imtiyozlar har bir shaxsning sharoitidan kelib chiqib belgilanadi va batafsil ma'lumotni pensiya jamg'armasidan olish mumkin. 2. Asrash nogironlik nafaqasi. Asrash ish qobiliyatini yo'qotgan fuqarolar uchun mehnat stajidan qat'iy nazar nogironlik nafaqasi tayinlanadi. Bu nafaqa tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi asosida belgilanadi. Uchun boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi. Agar oila boquvchisi vafot etgan bo'lsa, uning qaramog'idagi oila a'zolariga boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi tayinlanadi. Bu nafaqa miqdori marhumning ish staji va ish haqi, shuningdek qaramog'idagi shaxslar soniga bog'liq bo'ladi. 4. Nafaqadan so'ng ishlash, nafaqaga chiqqandan keyin ham ishlashni davom ettirish mumkin. Bunday hollarda ish haqi to'liq olinadi va nafaqa ham to'liq miqdorda to'lanadi. Agar nafaqaxo'rning ish staji nafaqa tayinlangandan keyin kamida 1 yil 4 oyga oshsa, u o'z nafaqasini qayta hisoblash uchun murojaat qilishi mumkin. Bu esa nafaqa miqdorini oshirish imkonini beradi. Tuzoqlar va noaniq nuanslar. 1. Ma'lumotlardagi xatolar va nomuvofiqliklar. Mehnat daftarchangizdagi har qanday xato, masalan, familiyangizda, ismingizda yoki tug'ilgan kuningizda, shuningdek, ishga qabul qilish yoki ishdan bo'shatish sanalaridagi nomuvofiqliklar kelajakda jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Mehnat tizimida ham ba'zida eski ma'lumotlar noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Bunday xatolar nafaqa tayinlash jarayonini sezilarli darajada kechiktirishi yoki hatto nafaqa miqdorini kamaytirishi mumkin. 2. Ish qora yoki kulrang ish haqi. Yuqorida Sardor misolida ko'rganimizdek, rasmiy bo'lmagan daromadlar pensiya jamg'armasiga hech qanday hissa qo'shmaydi. Agar sizning ish beruvchingiz sizga maoshning bir qismini konvertda to'lasa, bu sizning kelajakdagi nafaqangizga salbiy ta'sir qiladi. Bugungi kunda oladigan yuqori daromadingiz kelajakda kam nafaqa bilan kompensatsiya qilinishi mumkin. Har doim rasmiy ish haqi va uning to'liq hajmda pensiya jamg'armasiga o'tkazilayotganligiga ishonch hosil qiling. 3. Muddat o'tgan murojaatlar. Nafaqa tayinlash uchun murojaat qilish muddatini kechiktirish sizning haqlaringizni yo'qotishga olib kelishi mumkin. Pensiya qonunchiligida nafaqa tayinlash uchun ma'lum bir muddatlar belgilangan. Garchi siz nafaqa olish huquqiga ega bo'lsangiz ham, muddat o'tib ketgan bo'lsa, sizga faqat murojaat qilingan kundan boshlab nafaqa to'lanishi mumkin, oldingi davrlar uchun emas. 4. Yordam beruvchilar tuzog'i. Ba'zan ba'zi shaxslar o'zlarini pensiya masalalari bo'yicha mutaxassis deb tanishtirib, tezda va muammosiz nafaqa tayinlashni va'da qiladilar.
Ular ko'pincha sizdan katta miqdorda pul talab qilishadi. Bunday yordamchilarga ishonmang. Ular sizni aldamchi sxemalarga jalb qilishlari mumkin. Barcha nafaqa masalalari faqat pensiya jamg'armasi va davlat xizmatlari markazlari orqali hal qilinishi kerak. 5. Asli pensiya jamg'armasiga to'lovlarni nazorat qilish. Har bir fuqaro o'zining shaxsiy individual hisobvaragidagi ma'lumotlarni muntazam ravishda tekshirishi shart. Bu sizning ish beruvchingiz tomonidan pensiya badallari o'z vaqtida va to'liq hajmda to'lanayotganligini nazorat qilish imkonini beradi. Agar siz o'zingizni o'zi band qilgan shaxs sifatida to'lovlarni amalga oshirsangiz, har oyda to'lovlar tushayotganini tekshirib borishingiz kerak. 6. Mahallaning roli. Norasmiy ish bilan band bo'lgan fuqarolar uchun ish stajini tasdiqlashda mahalla fuqarolar yig'inlarining xulosasi muhim rol o'ynaydi. Agar siz masalan yillar davomida uy sharoitida hunarmandchilik bilan shug'ullangan bo'lsangiz, mahalla guvohlik asosida sizning stajingizni tasdiqlashga yordam berishi mumkin. Bu juda muhim nuansa, chunki ko'pchilik buni bilmaydi va o'z ish stajini yo'qotgan deb o'ylaydi. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerak? Endi eng muhim qismga keldik. Siz o'z nafaqangizni ta'minlash uchun qanday amaliy qadamlarni qo'yishingiz kerak? Bu jarayonni iloji boricha soddalashtirish va xatolardan qochish uchun aniq ko'rsatmalar beraman. Bilmas, mehnat daftarchangizni va boshqa hujjatlaringizni tekshiring. Mehnat daftarchasi. Barcha yozuvlar aniq va to'g'ri yozilganligiga ishonch hosil qiling. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sanalar va ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish sanalarini diqqat bilan tekshiring. Muhrlar va imzolar aniq va o'qiladigan bo'lishi kerak. Agar xato topsangiz, ish beruvchingizga murojaat qilib to'g'rilatishga harakat qiling. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, tuman, shahar davlat arxiviga murojaat qiling. Diplomlar, guvohnomalar, harbiy bilet. O'qish davri ham ish staji qo'shilishi mumkin, ma'lum shartlar asosida. Harbiylik muddati ham xuddi shunday. Bularni ham tayyorlab qo'ying. Asli tug'ilish guvohnomalari. Ko'p bolali onalar uchun bu hujjatlar imtiyozli nafaqaga ega bo'lish uchun muhimdir. 2. Shaxsiy individual hisobvarag'ingizni tekshiring. Siz o'z shaxsiy hisobvarag'ingizdagi ma'lumotlarni my.gov, uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan yoki davlat xizmatlari markazlari orqali bepul olishingiz mumkin. Bu yerda sizning ish beruvchingiz tomonidan pensiya jamg'armasiga qilingan barcha to'lovlar aks etgan bo'ladi. Asli nima uchun muhim? Bu ma'lumotlar sizning real ish stajingiz va kelajakdagi nafaqangiz miqdorini aniqlashda asosiy manba hisoblanadi. Agar e-mehnat tizimidagi ma'lumotlar bilan mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlar o'rtasida farq bo'lsa, siz shu ma'lumotlarni solishtirib xato qayerda ekanligini aniqlashingiz kerak. 3. Agar kamchiliklar yoki xatolar aniqlansa, nima qilish kerak? Yo'qolgan stajni tasdiqlash. Agar sizning mehnat daftarchangizda yozuvlar yo'q bo'lsa yoki korxona tugatilgan bo'lsa, siz quyidagi hujjatlarni to'plashingiz mumkin. Arxiv ma'lumotnomalari. Tashkilot arxiviga yoki davlat arxiviga murojaat qiling. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Agar mavjud bo'lsa, bank kartasiga tushgan ish haqi, soliq qo'mitasining ma'lumotlari, guvohlarning ko'rsatmalari. Agar boshqa tasdiqlovchi hujjatlar bo'lmasa, kamida 2 nafar shu davrda siz bilan birga ishlagan guvohning yozma ko'rsatmasini ularning mehnat daftarchalarining nusxalari bilan birga taqdim etishingiz mumkin. Bu ko'rsatmalar mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan tasdiqlanishi kerak. Sud qarori. Ba'zi murakkab holatlarda ish stajini tasdiqlash uchun sudga murojaat qilish ham mumkin. Bu oxirgi chora. Ma'lumotlardagi xatolarni tuzatish. Agar e-mehnat tizimida xato topsangiz, bevosita ish beruvchingizga murojaat qilib, ularni tuzatishni talab qiling. Agar bu ish bermasa, pensiya jamg'armasi bo'limiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Qayerga murojaat qilish kerak? Davlat xizmatlari markazlari DXM barcha nafaqa turlarini tayinlash bo'yicha murojaatlar endilikda DXM orqali qabul qilinadi. Sizga eng yaqin DXMga borib, zarur hujjatlar bilan murojaat qiling. Bu markazlar yagona darcha tamoyili asosida ishlaydi. Ya'ni siz faqat bir joyga murojaat qilasiz, qolgan barcha idoralararo so'rovlarni ular o'zlari amalga oshiradi. Pensiya jamg'armasi bo'limi. Agar sizda qo'shimcha savollar bo'lsa, nafaqa hisoblash bo'yicha tushunmovchiliklar mavjud bo'lsa yoki murojaatingizga rad javobi berilgan bo'lsa, tuman shahar pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz mumkin. uz portali. Agar barcha ma'lumotlaringiz elektron tizimda mavjud bo'lsa,
va sizda hech qanday muammo yo'qligi ishonchingiz komil bo'lsa, nafaqaga chiqish uchun onlayn ariza berishingiz mumkin. 5. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Umumiy ro'yxat. Asterisk pasport asli nusxasi, mehnat daftarchasi asli nusxasi, o'z stajingizni tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, diplom, harbiy bilet, arxiv ma'lumotnomalari, guvohliklar. Oxirgi eng yillik ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, ish joyingizdan yoki mehnat tizimidan olingan ma'lumot. Bu nafaqangizni hisoblash uchun kerak bo'ladi. Agar siz ixtiyoriy badallar to'lagan bo'lsangiz. Shu to'lovlar haqidagi kvitansiyalar, bank hisob raqam ma'lumotlari nafaqa o'tkazilishi uchun. 6. Jarayon qancha vaqt oladi? Odatda nafaqa tayinlash bo'yicha murojaat tushgan kundan boshlab 10 ish kuni ichida ko'rib chiqiladi. Ammo agar qo'shimcha tekshiruvlar yoki hujjatlar talab qilinsa, bu muddat uzayishi mumkin. Agar arizangizga rad javobi berilsa, sabablari ko'rsatilgan yozma bildirishnoma olasiz. Sizda bu qarorni yuqori turuvchi organga yoki sudga shikoyat qilish huquqi mavjud. Xulosa va yakuniy chaqiruv ko'rib turganingizdek, nafaqa tizimi murakkab bo'lishiga qaramay, uning mohiyatini tushunish va o'z vaqtida kerakli choralarni ko'rish sizning moliyaviy kelajagingizni sezilarli darajada himoya qiladi. Hozirgi o'zgarishlar fuqarolar uchun katta yengilliklar yaratmoqda, lekin bu sizdan faollikni talab qiladi. Hujjatlaringizni tartibga soling, mehnat tizimidagi ma'lumotlaringizni tekshiring va pensiya jamg'armasiga to'lovlarni nazorat qiling. Ertangi kuningiz bugungi harakatlaringizga bog'liq ekanligini unutmang. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ushbu mavzu bo'yicha savollaringiz, tajribalaringiz yoki fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar siz ham shu kabi muammolarga duch kelgan bo'lsangiz, ularni qanday hal qilganingizni biz bilan bo'lishing. Balki sizning tajribangiz kimningdir muammosini hal qilishga yordam berar. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz sizning moliyaviy kelajagingizni himoya qilish uchun muhim ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Salomat bo'ling.